Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo o'zi bilgan 40 o'tgach, sahobalar Ibn Abu Hurayra roziyallohu anhudan 40 kunmi, oymi, yilmi deb so'raganida unday emas dedi. Ya'ni bu 40 insonlar vafot qilganlardan keyin bo'ladigan 40 oymi, yilmi, kunmi Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ma'lum. Mana shu 40 o'tgach Alloh subhanahu va taolo Isrofilni tiriltiradi hamda unga surni ikkinchi marta puflashlikka amr beradi. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis-suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. Ularni o'limdan mutlaqo bexabar hollarida, ko'cha-ko'y va bozorlarda bir-birlari bilan janjallashib turganlarida olib ketar. Bas ular na biron nasihat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Qiyomat soati kelib, farishta Isrofilning suri chalinishi bilan banogoh ular qabrlardan Parvardigorlari huzuriga hisob-kitob uchun sug'urilib chiqurlar. Ikkinchi Isrofilning nafasidan keyin qabrdan chiqar ekan, ular o'zlariga o'zlari aytadi. Ular "Ey, bizlarga o'lim bo'lsin. Kim bizlarni yotgan joyimizdan, qabrlarimizdan turg'azdi?" deganlarida ularga aytilur. Mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir. Faqatgina bir dahshatli qichqiriq bo'lar-u, banogoh ularning barchalari bizning dargohimizda hozir qilinguchidirlar. Inson o'lib ikkinchi marta tirishligi mana shu ikkinchi nafadan keyin sodir bo'ladi. Ular qabrlardan chiqar ekan, dunyoda qancha turganligi haqida bir-biri bilan so'roq savol qilishadi. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Farishtalar va ruh miqdori uzunligi 50,000 yil bo'lgan bir kunda, ya'ni qiyomat kunida u zotning huzuriga ko'tarilur. Bas, ey Muhammad alayhisalom, kofirlarning ozor aziyatlariga chiroyli sabr toqat bilan sabr qiling. Chunki ular qiyomat kunini uzoq deb bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Qiyomatni bir kuni 50,000 yilga barobar deyilyapti. Inson qancha yashaydi? 50 yil yashaydi, 60 yil yashaydi, 100 yil yashaydi. 50,000 yilda oldida bu qanday bir muddat? Qabrdan chiqarkan, ular qancha turgani haqida bir o'ylanib qoladilar. Va yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ularni Alloh, ya'ni mushriklarni hisob-kitob qilish uchun to'playdigan kunda ular bu dunyoda go'yoki kunduzi 1 soatgina turgandek, yashagandek bir-birlarini tanirlar. Ya'ni qancha turdinglar desa, 1 kun yoki 1,5 kun deydi. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ular u qiyomatni ko'radigan kunda bu dunyoda go'yo bir peshindan so'ng yoki choshgoh paytida turgandek, 1 kun ham yashamagandek bo'lib qolurlar. Agar u kun emas, mana hozirgi kunimiz haqida fikr qilsak, mashara kim bo'lishidan qat'i nazar, nechiga kirgan bo'lishidan qat'i nazar ozgina mulohaza qilsa, 1 kun yashaganga o'xshamaydi. O'ylab ko'raylik, 60 ga kirgan ham shunday deydi, bir uxlab turgan deyman deydi. 15 ga kirgan ham shunandaqa. Insonning o'tgan umri 1 kunga arzimay qoladi. Qiyomat kunida mana shu narsani yaqqol ko'rib qoladi. Nahnu a'lamu bima yaqulun iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilamiz. Ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari 1 kungidan turdilar deydi. Biz hozir nima haqida gaplashyapmiz? Go'rdan insonlar ikkinchi marta tirilib chiqar ekan, sur ikkinchi marta cholinganda chiqib turib, ular nimalar haqida bahs qilishligi, nimalar haqida so'rash haqida gaplashyapmiz. Qabrdan chiqib qancha turdik dunyoda deydi. Desa 1 kun yoki 1,5 kun deydi. Yoki 1 soat deydi.
Vaholanki 60 yil, 600 yil, ehtimol 1000 yillab yashagan odamlar bo'ladi. Dunyo hayoti ozgina. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'at. Dunyo 1 soatlik hayot deydi. 1 soatlik hayot. Mana shu 1 soatni toatga, ibodatga aylantiringlar. Ya'ni 1 soat qiyinchilik, keyin yaxshi bo'lib ketadi desa, 1 soat sabr qiladi. Ozgina sabr qilib o'tib ketadi deydi, sabr qilinadi. Bu dunyoga mana shu 1 soatlik mashaqqat. 1 soat sabr qilsa o'tib ketadi dunyo. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'addin. Ular aytdilar: "Yerda qancha yil turdinglar?" dedi Alloh. Ular javob berib aytishdiki, 1 kun yo yarim kun. Sanab turguvchi farishtalaridan so'ra. Alloh dedi: "Agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar abadiy deb o'ylagan hayot aslida juda oz narsa edi. Yoki sizlarning gumoningizcha, afa hasibtum annama xalaqnakum abatan." Alloh so'rayapti bizdan. Yoki sizlarning gumoningizcha, biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biron vazifa bermasdan, oxirat hisob-kitob qilinmaydigan qilib yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Undoq emas. Bekarga keldinglarmi dunyoga deyapti. Dunyo abas, o'yin kulgi, bekarchilik emas. Allohga qasam, albatta bir kun qaytarilamiz. Allohga qasam, albatta bir kun o'lamiz, bir kun ko'milib yerdan qayta albatta chiqamiz. Ikkinchi nafqa bilan yer yoriladi. Insonlar yerdan xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek chiqishni boshlaydi. Birinchi bo'lib qabri yoriladigan kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qiyomat kuni odam farzandlarining sayyidi men bo'laman. Birinchi bo'lib mening qabrim yoriladi. Birinchi bo'lib shafaat qiluvchi va shafaati qabul qilinuvchi men bo'laman." Insonlarni mana shu osmoni yer titilib yo'q bo'lib ketganidan keyin, yer tekis holatga keltirilgandan keyin qanday qaytadan chiqishligi haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadislarda, kitobda nihoyatda bir ajib, daqiq vosf keltirilgan. Alloh taolo insonlarni qiyomat kunida yerdan chiqib kelishligini nimaga o'xshatadi? Va huvallazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. U shunday zotki, o'z rahmatini, ya'ni yomg'irini oldidan xushxabar qilib shabonni yuboradi. Qachonki ular vazmin bulutlarni ko'tarib kelgach, biz uni, ya'ni bulutni chanqoq o'lik shaharga yog'diramiz. Bas unga suv yomg'ir yog'dirib, uning yordamida har turli mevalar chiqaramiz. Demak, o'lik yerga Alloh taolo yomg'irni olib borib yog'dirib, ko'katlarni chiqargandek, o'liklarni ham o'z joylarida mana shunday chiqaramiz. Shoyat eslatma, ibrat olsangizlar. O'lib yotgan yerga yomg'ir yog'adi, ertasi kuni kelsiz, ko'karib bir narsa chiqqan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonlar qirilib yo'q bo'lib ketgan mahshargohga, tekis bo'lib qolgan mahshargohga Alloh taolo shunday bir yomg'ir yog'diradi, insonlar ko'katlar o'sib chiqqandek o'sib chiqadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ikki nafqa orasida 40 bor. So'ngra osmondan suv tushiriladi. O'liklar xuddi ko'katlar o'sgandek, ungandek unib o'sadilar." Insonni jasadida bitta bir a'zo bor. Shu a'zo yo'q bo'lmaydi. Insonni suyaklari, go'shtlari yoki boshqa a'zolari hammasi chirib yo'q bo'lib ketishligi hech kimga sir emas. Lekin bitta a'zo borki, bu hech qachon yo'q bo'lmaydi. Bu arab tilida ujubuz zanab deyiladi. Insonning umurtqa pog'onasining oxirida kichkinagina shunday bir suyak bo'ladi, arab tilida ujubuz zanab deyiladi. Mana shu narsa hozirgi kundagi fanni aniqlashga qaraganda kuydirib ham bo'lmas ekan uni. Parchalab ham bo'lmas ekan, yo'q bo'lmas ekan. Agar o'xshashi mumkin bo'lsa, o'sha bir ko'katni urug'i deb qo'yavering. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Insonda bir suyak bor. Uni hech qachon yer yeb tugata olmaydi. Shu suyagidan insonni qayta tarkib topadi." Sahobalar: "Ya Rasululloh, u qaysi suyak?" deb so'raganlarida ujubuz zanab deb javob berdilar. Osmondan suv yog'ganida yer yorilib, ana shu suyakdan insonlar yana qaytadan tirilib chiqib keladilar. Yawma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun khashiyatan absaruhum tarhaquhum dhilla zalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. U kunda, qiyomat kunida
Ular go'yo o'zlari sig'inadigan butlarga qarab chopishayotgandek shoshilgan, ko'zlari quyi egilgan, xorlik ularni o'rab egallab olgan hollarida qabrlaridan chiqib kelurlar. Ya'ni rost ekan payg'ambarlar aytgan narsa. Qur'onda aytilgan narsa rost ekan, hisob-kitob rost ekan. Endi chiqqandan keyin bildi, endi nima qiladi? Endi bo'ynini egib, ko'zini yerga qaratib, xor bo'lgan holda keladi. Mana shu hayotda dunyoda ularga va'da qilingan qiyomat kunidir. Kofir, munofiq, fosiqlar xorlangan holda tirilib chiqadilar. Fatawalla anhum yawma yad'u ila shay'in nukur. Ey Muhammad, siz ulardan yuz o'giring. Chorlaguvchi Isrofil farishta notanish bo'lgan bir narsaga, ya'ni qiyomatdagi kofirlar uchun dahshatli hisob-kitobga chorladigan kunda ular, ya'ni kofirlar ko'zlari qo'rquvdan quyiga boqqan hollarda go'yo yoyilgan chigitga kabi qabrlardan chiqib kelurlar. insonlarni qabrlardan chiqib kelishigini ko'pligi chigitkalarga o'xshatyapti Alloh taolo. Sarancha deb qo'yadi mana. Ba'zi mamlakatlarda chigitga bosganligini televizorda ko'rib qolamiz. Osmonni to'ldirib keladi. Agar biror bir ekin-tikin maydoniga kiradigan bo'lsa, ko'pligidan ekinni yeb halok qilishadi. Insonlar qabrlaridan go'yo dunyoda bosib ketgan chigitkalardek to'planib kelishadi. Bu uzoq zamonlardan beri kofirlar ishonmagan, munkirlar inkor qiladigan haq narsa edi. Man yuhyil izama va hiya ramim. Qul yuhyiha allazi anshaha awwala marra va huwa bikulli xalqin alim. Utba ibn Robiya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inson o'lib, suyaklari chirib yo'q bo'lib ketgandan keyin qayta tiriladi desa, o'lib suyagi nohatda bir yumshab, eskib ketgan odamni suyagini olib, qo'li bilan ezib uqalab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu suyak chirib, turpoq bo'lib ketgandan keyin kim tiriltiradi deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab otgan edi. Kim tiriltiradi buni degan edi. Alloh taolo javob berdi. U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu, ammo o'zini bir tomchi suvdan yaralganligi esdan chiqib qoldi. Ey Muhammad ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotni o'zi yana qaytadan yaratib qo'yaveradi. Ya'ni odatda bir narsani birinchi marta qilish qiyin. Bir marta qilib o'rganib olganingizdan keyin takrorlab qo'yishlik oson. Bir yangi mashinani yoki bir yangi bir kashfiyotni o'ylab topish qiyin. Endi topganingizdan keyin yana bir marta takrorlab qo'yish oddiy narsa. Alloh taolaga birinchisi ham, ikkinchisi ham oson. Suya yo'g'ib ketgan, suya chirib ketgandan keyin qanday tiriladi deb turib, insonni aqli olmayotgan bo'lsa, bu insonning aqli nutfadan yaralgan paytini bir eslab qo'ysin. Nima edi u? Shundan murakkab bo'lgan, puxta yaralgan insonni chiqargan Alloh taolo suya bo'lib ketgandan keyin qayta tiriltirishiga qodir emasmi? Bizni qiziqtirmaydi. Alloh tiriltiraman dedimi? Tamom. Biz iymon keltiraveramiz. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsani qilmoqchi bo'lsa, shunga bo'l deydi, tamom bo'ladi. Osmon, yer vayron bo'ldi. Alloh yerni ham, osmonni ham yangitdan yaratdi. Yerni Alloh taolo mahshargoh qildi. Qur'onda shunday deydi Alloh taolo. Mana biz ko'rib turgan yer titilib yo'q bo'lib ketgandan keyin Alloh taolo boshqatdan yaratadi buni. Endi bu safar yaralishida tog'lari bo'lmaydi. Past balati bo'lmaydi. O'ydim chuqur bo'lmaydi. Rikop singari tekis bo'ladi. Bu boshqa yer bo'ladi endi. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat va barazu lillahil wahidil qahhar. Albatta Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda, qiyomatda albatta intiqom oluvchidir. Osmon yangi, yer yangi, insonning yaralishi ham yangitdan bo'ladi. Hamma narsa yangitdan boshlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, odamlar qiyomat kunida oppoq, hech qanday past balati bo'lmagan tep-tekis yer ustida tiriladilar. Palonchi davlat chegarasi, palonchini uyi, palonchini adiri, palonchini devoriga degan gap yo'q. Tekis oppoq sahifadek tekis oppoq yer ustida tiriladilar. Zalika yawmun majmu'un lahun nas va zalika yawmun mashhud. U kun
barcha odamlar to'planadigan va hozir bo'ladigan kun. Odam alayhisalomdan boshlab, balki undan burun nimaiki yaralgan bo'lsa, qiyomat soatigacha kim yashagan bo'lsa, Alloh taolo hammasini bitta sur bilan o'ldirdi. Endi ikkinchi surni nafxasi bilan qaytadan tiriltiradi. Qul innal awwalina val akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Ey Muhammad, ayting ularga, albatta avvalgilar ham, keyingilar ham ma'lum kundagi belgilangan vaqtga shubhasiz kelguchidir. Keyingi oyatni qaraymiz. Mana qabr haqida gaplashganimizda shunday bir narsalar o'tdiki, qabrga kirganga azob bor ekan. Endi qabrga kirmaganlargachi? Cho'kib o'lgan bor, kuyib kul bo'lib ketgan bor, hayvonga yem bo'lib ketgan bor, portlab chachilib ketgan bor. Ularga qanaqa muomala bo'ladi? Alloh taolo qodir zot. Aynama takunu ya'ti bikumullohu jami'a. Qayerda bo'lmang, Alloh sizlarni hisob kitob uchun keltiradi. Kuyib kul bo'lib kulini to'rt tomonga chachib olsa ham, suvga cho'kib baliqlarga yem bo'lgan bo'lsa ham, hayvonlarga yirtqichlariga yem bo'lib ketgan bo'lsa ham, Alloh taolo aniq aytayaptiki, qayoqqa ketsanglar ham hisob kitob kelib qo'yaman men deydi. Albatta Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Va yawma nusayyirul jibala va taral arda barizatan va hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Alloh subhanahu va taolo u kunda biz ulardan birortasini qo'ymay yig'dik. Hech kim qolmaydi. Hech kim qolmaydi. Bu odamlarni Alloh jamlayman deyapti. Hali hayvonlar ham jamlanadi, birodarlar. Hayvonda haq qolmay turgan paytda qanday qilib insonni, bandada haq qolsin? Va ma min dabbatin fil ardi va la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila robbihim yuhsharun. Yerda sudralib yurgan har bir jonivor, osmonda qanot qoqayotgan har bir qush xuddi sizlar kabi jamoalardir. Kitobda keyin hammalari Parvardigori dargohiga to'planurlar. Va idal wuhushu hushirat. Vahshiy hayvonlar ham bir joyga to'planib qolgan paytda inson ham yig'iladi, jin ham yig'iladi, hatto hayvonlar ham birga yig'iladi qiyomat kunida. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh aytadilar, odamlar qiyomat kunida qabrlaridan chiqib keladi, yalang'och, yalang oyoq, sunnat xatna qilinmagan holatda. Erkak, ayol yalang'och, yalang oyoq xatna qilinmagan holatda chiqib keladi. Shu hadisni Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlarida Oysha onamiz, "Ya Rasululloh, erkak, ayol bo'lsa, yalang'och bo'lsa, bir-birini avratlariga ko'zi tushib bir noqulay holat bo'lmaydi" deganda Rasul, "Ey Oysha, bu kun shunday bir dahshatli kunki, kishi g'amni kattaligidan yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Uni erkak ayolligi emas, yonida birov borligini ko'rmaydi. Likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnih. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lur." Agar mumkin bo'lsa, lillahil masalul a'la, qorni og'riyotgan odam o'sha mo'ljaliga yetib olguncha ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Hech kim emas, hech narsa ko'rinmaydi. Maqsad yetib olish. U hali u jazo balo emas u. G'am kirib qolgan qalbi bilan qoniga. Shu g'amdan qutulishlik uchun hech kim ham ko'rmaydi. Ehtimol ko'chaga yurganda kiyimiga qarar, bitamta odamda xafa qilib qo'yish, lekin g'am kirib qolgan paytda, dunyoda jinday qonni olib qolsa hech kimni ko'rmay qo'yapti. Qiyomatda dahshat turgan paytda, jahannam ko'rsatilib qo'ygan paytda kishi yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Ularning qo'rquvi mana shu holatga kelib qo'ygan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar, haloyiqlar yerdan tirilib chiqib kelar ekan, ular yalang'och bo'ladi dedi. Birinchi bo'lib kiyim kiyiladiganlardan Ibrohim Halilulloh bo'ladi. Alloh taolo anbiyo, siddiq, shahid va mu'minlarni boshqalardan ko'ra avval kiyintiradi. Ularni bu sharmandalik, yalang'och holatda turishligi ma'lum bir lahzalargina davom etadi. Alloh taolo birinchi bo'lib mana shularni kiyintiradi. Endi bandalarda tilishligi qanday bo'ldi? Xo'p, mahshargohga kelishdi. Mahshargohga kelishdi kofir musulmoni. Kimisi kiyimli, kimisi yalang'och.
Ularni mahsharda turishliklari dunyoda yashagan holatga qarab turib har xil, hamma bir xil turmaydi. Oqsoqollarimizga bashorat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kim islomda turib soch soqol oqarsa, qiyomat kunida mana shu oqargan soch soqollari u uchun nur bo'ladi." Ya'ni kim boshqa hadisda Alloh yo'lida qarasa, Allohni deb, Allohni dini deb yashagan bo'lsa, mana shu din yo'lida soch soqoli oqargan bo'lsa, albatta u uchun qiyomatda nur bo'ladi. Agar banda tavhidda tursa, buni mashaqqatiga chidasa, kufr keltirmasa, islomda qaragan bo'lsa, qiyomatda nur bo'ladi dedi Rasululloh. Islomda 80 yashagan kishini Alloh taolo azoblagani hayo qiladi degan hadislar bor payg'ambarimizda. Islomda 80 yil umr ko'rgan kishi islomda shirk keltirmay, islomda talabiga javob berib yashagan bo'lsa, Alloh taolo hayo qiladi bu bandani azoblagani deydi. Namozxon, tahorat bilan yurgan mu'minlar ham o'zlariga bir xos ko'rinishda bo'ladi. Hadisda o'qishdan burun mana oxirgi hadis hammamiz ko'rganmiz. Ot bo'ladi, oyoq qo'llarini pastki qismi oppoq bo'ladi, peshonasida qashqasi bo'ladi. Nihoyatda chiroyli bo'ladi. U ot qorami yoki boshqa rangmi, o'sha to'rala paychog'i oppoq, peshonasida shunday bir qashqasi bo'ladi, ziynat bo'ladi. Qiyomat kunida musulmon kishini tahorat olgan a'zolarida mana shunday nur taralib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar Buxoriydan: "Mening ummatim qiyomat kunida tahorat asarlaridan, peshonasi va qo'l oyoqlaridan nurlar chiqqan holda chaqiriladilar." Ya'ni bu ummat tahorat qilar ekanmi? Tahoratda davomiy bo'lar ekanmi? Peshonasidan nur, qo'l oyoqlaridan nur chiqib turadi. Bu uni namozxonligini, tahoratda bo'lganligini va Muhammad alayhisolamga ummat bo'lganligini belgisi. Shuning uchun ulamolar aytadi, kim shu nurini doim o'zi bilan yurishligini xohlasa, doim tahoratli yursin deydi. Qiyinmi? Qiyinmi? Qiyin. Qiyin. Chunki qiyomatda nurga sabab bo'ladigan ishki, u oson bo'lmaydi u. Islomda qaysi ish oson, aytinglarchi? Qarab turadigan bo'lsangiz, islom bizga nimani buyurgan bo'lsa, albatta nafsimiz yoqmaydi haliga. Uyqudan turgin kelmaydi. Roza tutgan kelmaydi nafsda. Hajga borib qiylangiz kelmaydi. Qiylanib topgan pulni bergis kelmaydi. Jahlini yutkish kelmaydi. Kechirib qo'yishni xohlamaydi. O'zi imtihon bitta. Shu nafsingga yoqmagan narsani qilaver-da. Demak, to'g'ri ish qilayotgan bo'lasan. Endi aksincha, nafsingga yoqqan ishni qilaver. So'rang nafsiz nimani kusyapti. Shuni qilmay, demak, to'g'ri ish qilgan bo'laverasiz. Kofirlar yalang'och holda turadilar. Keyinchalik ular ham kiyintiriladi, lekin ularning kiyimi yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum nar. Albatta Alloh g'olibdir. Va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda Alloh intiqom olguchidir. Ey Muhammad, u kunda jinoyatchi kimsalarni kishanlar bilan bog'langan holda ko'rasiz. Ularning kiyimlari qora moydan bo'lib, yuzlarini olov o'rab olgan bo'lar. O'tdan bo'lgan kiyim kiyadi ular. Ularda ham kiyimi bo'ladi. Hayotda qilib o'tgan ishlariga yarasha kiyim kiyadi ular ham. Xuddi musulmon kishi u kunda kiyim kiygandek. Alloh subhanahu va taolo mana shu moydan bo'lgan kiyimni kiyib, olovning ichida qolishlikdan Alloh taolo hammamizga panoh bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.